Stand with Uyghurs! Stand with Uyghurs! Stand with Hong Kong! Amerikadagi Uyg'ur yoshlardan tashkillangan bir guruhga 2019-yili 30 oktyabr kechqurun Washingtondagi Capital One tantarbiya sarayida Xitoyga qarshi norozilik faoliyati o'tkazdi. 30 oktyabr kechqurun Washingtondagi Capital One tantarbiya sarayida Washington Wizard komandasi bilan Houston Rocket komandasi basketbol musobaqasi o'tkazgan edi. Google Uyg'ur degan nomda tashkillangan Uyg'ur yoshlari musobaqa boshlanishdan avval tantarbiya sarayining oldida Uyg'urlarga erkinlik, Hong Kongga erkinlik, Tibetga erkinlik deganda xatlar yozilgan taxtaylarni ko'tarib, shuar to'lab kuch ko'rsatgan. Musobaqa ko'gili kelgan tomoshabinlar va yo'ldan o'tayotgan yo'lovchilarning hammasi ularning norozilik faoliyatini ko'rgan. Musobaqa oraliqidagi qisqa dam olish mezgilida hammasi birdek qora mayka kiygan Uyg'ur yoshlari tantarbiya sarayining eng egiz supsida qator tizilib, maykallaridagi latincha harflar bilan Google Uyg'ur degan ikki so'zni hosil qilgan. Maydondagi necha minglagan tomoshabinlar bu ko'rinishni ko'rgan va ularning shuar sadolariga jo'r bo'lgan. Google Uyg'ur faoliyatchilarining bu norozilik harakati tunigundan buyon ijtimoiy taraflarga ko'p chekilib, necha 10 minglagan kishilar tomonidan ko'rilgan.